Mongolya'nın prezidenti, yeni sayılan prezidenti moşundak ciddi peyti. Çünkü Hindistan oturusu da çigra sörkelişi, buluvatkan moşundak bir ciddi peyti Hindistan'ı ziyaret kıldı diyen gap. Devletle ara münasebetinin zaten kayadan kaya geçip bol işi, bu siz bilen bizge karanlık tarafka, hürmetli vatandaşı. Esman moşundak geldi değil. Ende biz govin günü misal kaldık onu değil. Endi yani biz kayıtıp gelip hazır Hindistan'ın armi istek çıgıradın çekin günü yok. Ula şu yerde turup dursun. Beijing'de yanıcı efendi Acit Doğal bilen körüştü. Bu körüşmüş ya turup dursun. Endi kayıtıp geleyli. Şarkı Şimali Asya'nın bulvadıdı. Biz başta Amerika generalının imidi geldikini anıldı. O kopetto, köstepedim mesela. O silah söz depedim vatandaşlarım. Mark Miller nem dedi. Çavuşan vaziyeti intayın xatarliktir. Jarayanda özgürüş bulavatıdı. Del şu günü bana hazır. Çavuşan yana bir katı raketa koyup verdi. Çavuşan bütün dünyanın buzak kılıvatıdı hürmetlik vatandaşım. Çavuşan bütün dünyanın buzak kılıvatıdı. Dal müşündaq vaqtı Hindistan bilen ki bolgan söhbetde Hindistan tarafga boşap ketken Jungo hükümeti qandaqtı bu Çavuşan meselesi nemiş qattiq bulanmıdı. Amerika Qo'shma Shtatlari 100 kunlik möhlet verdi. Onundan keyin bu qarg'i yarmidingmi dedi, tanqid qildi. Yana kutib turdi. Dal mush kuni kelgan vaqtda Çavuşanning yana raketa qo'yib berishi bu chekidin oshgan manmanlik, chekidin oshgan o'zamchilik. Xalqaro jamiyatda faqatli ko'zga ilmiganlik bo'lamdi qanday? Masalan biz dedik ki hozir Çavuşandan keyin turayotgan birdan bir davlat, Çavuşanga ta'sir ko'rsatadigan birdan bir davlat Jungo dedik. Endi bu qatim Çavuşanning axborot o'rinlarining e'lon qilishi, boshqa nuqtalarda so'z ishida aytganda, bu qatim raketa sinov qilish bu raketa Los Angeles Hawaii rayoni emas, butun Amerika, shu davlatning bütün territoriyasini nishonga ola oladi degan gapni qildi. Endi bu chaqchaqdan olqib ketdi vatandoshlar. Endi bu chaqchaqdan olqib ketganda bu eğer meselege aylandi deyli. Çünkü bu tehdit bir Amerikalıga emas, bütün dünyaya kelayotgan tehdit. Moşunda ahval asıda Jungo hükümeti o tarafta Hindistan bilen bo'lgan munosabatda bo'shab ketib, bu tarafta Sharq Shimoliy Osiyoni aldirab qoldimi qanday? Dal mushundaq vaqtda taxavning navbat kelmadi sizlarga so'zlashga Angliyaning 2 dona AOA matkasi, Angliya Tashqi ishlar ministri Boris Johnsonning fikri bo'yicha hozir dengiz armiyasini boshlab Janubiy dengizga yetib kelyapti hurmatli vatandoshlar. Janubiy dengizga yetib kelyapti hurmatli vatandoshlar. Demak, Angliya tarixdan beri Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqdosh davlat. Shundaqla Angliyaning bu tarafga yetib kelish huquqi va hozir Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari degan davlatlar ayni vaqt hammasi Angliyaning mustamlikasi edi-ku. Şunu bir ya Janubiy dengiz bulamdı, Malakka boğuzu bulamdı, Hindi okyan bulamdı, hatta Hindistan şu vaqtda Angliyaning mustamlikasi edi-ku. Endi ularga bir yoqdan popoz yetib kelgan bo'lsa, Angliya qarab turmaydi da. Lekin bu ish Jungo uchun bak ig'ir keldi. Tashqi ishlar ministri bayonot e'lon qildi. Dal mushkunda Angliyaning dengiz armiyasi Janubiy dengizga yetib keldi. Endilikdagi Çavuşandagi ish o'yin sizig'idan çaqchaq dairesidir. Yoki tek yo'l bilan hal qilamizmi, urush bilan hal qilamizmi deydigan muhokama jarayonidan olqib chiqib ketgandek turdi. Bu vaziyat Sharqiy Shimoliy Osiyoning bu vaziyati balki Jungoning bo'shab ketishini keltirib chiqarmoq. Men boshda dedim, o'tganda qilgan hukm xato hukm ekan. Bugun ko'rib oldikki, O'rta Osiyo jumladan O'rta Osiyoga taba bo'lgan tashqi Mongoliyani o'z olgan alda Janubiy Osiyoning vaziyatida zo'r o'zgarish bo'ldi. Hozir Jungoning harbiy harakati, harbiy faoliyati, manevr, askar yo'tkash, ig'ir tipli qurollar yo'tkash, hatto bugun nim bo'ldi? Hozir Tibetning qon iskilatiga Jungoning ichki o'lkalardan qon to'shib kelindi, qon. Endi bu urush Yardarvoga askarlar ishiltildi-ku. Bugun shundaq keldi. Endi vaziyat mana müşiyagacha. O'tganki tahlilimizga buni selishtiringlar. Biz odatdagi bir odam, hurmatli vatandoshim, agiping to'g'ri bo'ldi, magiping to'g'ri bo'lmay qoldi deyishga haqqingiz bor. Lekin biz vaziyat ustida hamisha to'g'ridan to'g'ri hukm chiqara olmaymiz, chunki biz odatdagi odammiz, insonmiz.
Bugün ben Angliya, Hindistan bilen Jungu çigrası sörkülüşüde şunda xulas kılımen ki hazırkı vaziyetini eytipla Hindistan bütün galbi kıldı. Keyfiyat ciheti galbi kıldı. Diplomatiya sahası galbi kıldı. Her bir papazayaki ciddilik meselesi galbi kıldı. İrade. Yani sen böyle elişmen deydi. İrade cihette galbi kıldı. Şundaklı Jungu'nun bu oruçta kılmayımız degeni boşap ketkenin bu bir galbe. Demek uruş bolmaydigan boldu degen bu şey yap. Hüküm bu oturga çıkıdığan bolsa, Jungu muşolun tallab olduğan bolsa, bu bir galbe. Hürmetli vatandaşım, yani kalan vaziyetten kalan kısmını Allah halısa keler atılık, keler katımlık liksiyimizde silahla görüşkende sözleşimiz.